Amir hafta savdo kechki bozorda $6400 sizlar uchun yaxshi Nexia 3 mashinasi kelib qoldi. 2017-yil 254 ming kilometr masofani bosib o'tgan birinchi PSS bo'ladi okalar. Mashina kraskalari top-toza, mashina holatlari yaxshi holatda. To'rtta yangi yumshoq bolalar qo'yilgan, salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham yaxshi holat turibdi. Birinchi PSS bo'ladi. 254 ming prebeg, zavodskoy zina holatlarida ko'rli solingan, pakalina temir gaz bo'lakli uстановка qilingan, Mercedes deflektor, video registratorlargacha ham bor ekan okalar. Orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Motor, korobka, ходовой qismlarida hech qanaqa расходlar yo'q deyapti. O'zining uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Shu mana shu eshigida mana shunaqa tekshir qirilgan joy bor ekan, qildirib olsangiz zo'r holatga keladi. Texnik tomonlama hech qanaqa расходlar yo'q. Mashina xullas olib mazza qilib minasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Auksion nomerlarigacha ham bor ekan. Bu mashinamizni aytayotganimizda akamiz bilan to'g'ri bo'ladigan narx qilyaptilar. $6400 shurib qo'ydi. $6400 ga 2017-yil 254 ming prebeg yurgan Nexia 3 mashinasi.